2000-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomobili. Sony Scrambler super konditsioner. Konditsionergacha ishlab turibdi avtomobilimizda. Kuzov holatlari tiniq. 100 talik metan gaz baloni bilan jihozlangan ushbu avtomobilimiz. Motorlariga javob beramiz, umuman moy yemaydi. Avtomobilimizning salonlari Pioneer magnitofon, usilitel bor, kolonkasi ham original. Yangi chexol poliklarda. Ushbu avtomobilimiz 6 kurib yurgan. Ushbu avtomobilimizni tan narxini 35 million so'm deyapmiz. Kelishtirib beramiz. Hadoylar ham tayyor qilib qo'yilgan. Umuman hadoylarda ishi yo'q. Xohlagan ustalaringizni olib kelib, ko'rsatib sotib olishlaringiz mumkin. Boshlang'ich to'lov Zomin tumaniga 10 million so'm, qolgan viloyatlar uchun 15 million so'mga variantga chiqib ketadi. Nexia bir izlayotgan tanishlaringiz bo'lsa, ushbu videoni yuborib qo'ying sizlar.